Hamma bugun sun'iy intellekt ishlatyapti. Va bunga o'rganib ham qoldik. Endi kiyim dizaynini ham sun'iy intellekt chizmoqda. Lekin bu yerda ba'zi savollar bor. Shu dizaynni tayyor mahsulotga qanday aylantiriladi? Materialni sifatini, turini va rangini qanday tanlanadi? Dizaynda chizilganday aksessuarlarni amalda ishlab chiqarishning imkoni bormi? Savollar ko'p aslida. Bizda esa aksessuarlarga bog'liq yana ko'plab savollar bor. Dizaynning o'zi yetarli emas. G'oyani kerakli aksessuarga aylantirish oddiy ko'rinadigan murakkab ish. Shu sabab to'g'ri ip va to'qilish jarayonlarini maromiga keltirish uchun o'z ishining ustalari kerak bo'ladi. Virtus Sirkotda biz aynan mana shu muhim detalni ishlab chiqaramiz. Natijada esa yangi aksessuar tayyor kiyim dizaynidagi ko'rinishga mos tushadi.